Bu Arnold va u yo'lda ta'mirlash ishlari olib borilayotgani tufayli 3 soatdan beri tirbandlikda qolib ketgan. Bechora Arnold allaqachon mashinadagi bardachoq qutisiga o'tgan yildan qolgan kartoshka fri topdi va stereo tizimida tiqilib qolgan Richi Martinning CD diskini 100-bor eshitmoqda. Ha, bu haqiqatan ham ayanchli holat. Yo'q, Arnold, bunday qilma. Bu bilan vaqtni tejolmaysan. Ustiga ustak bu juda xavfli hisoblanadi. Rahmat de Arnold, men seni qutqarib qoldim. Vaqtni to'xtatdim. Xuddi multfilmlardagidek. Xo'sh, agar haqiqatdan ham vaqtni to'xtatib qolsang, birinchi navbatda nima qilarding? Balki Pentagon arxivlariga kirib, Armstrong haqiqatdan ham oyga uchganmi, yo'qmi, shuni tekshirarmiding? Yoki balki orzuyingdagi Syuzani o'pishga jur'at qilarmiding? Asosiy narsa, yaponiyaliklar kabi Yaponiya tomon yo'l olma. Ular vaqtni to'xtatishga oshufta. Jiddiy aytaman, ular buni nihoyatda yaxshi ko'rishadi. Fizika nuqtai nazaridan olaylik. Agar vaqt to'xtasa, demak hamma narsa to'xtaydi. Matematika bo'yicha olim bo'lish shart emas. Vaqt bu tezlik va masofaning asosiy komponentlaridan biri. Agar ularning bittasi 0 bo'lsa, qolganlari ham 0 ga teng bo'ladi. Endi esa sarguzasht sari yo'l olamiz. Wow, hattoki zarrachalar ham to'xtab qoldi. Demak, ko'rish qobiliyating yo'qoladi, chunki hech qanday yorug'lik harakat qilmayapti. Hatto suv ham icha olmay qolasan. Hammasi muzlab qolgan bo'ladi. Demak, yana bir qiziqarli fakt. Yerda 65 million yil oldin chiqib ketgan nur hozir Yer sayyorasidan 65 millionlik yorug'lik yili uzoqlikda. Agar kimdir shu yo'nalishda qaragan ulkan teleskop bo'lsa, u hozir ham dinozavrlarni ko'rishi mumkin. Bu g'alati. Lekin endi real hayotga qaytaylik. Arnold, har bir soniyani qadrlash kerak. Hayotimizdagi har bir lahza go'zal hisoblanadi. Afsus Arnold, bundan mustasno ekansan. Well, apparently not today.